2025-yil 1 va 4 may kunlari Istanbul yana bir bor me'morchilik va islomiy san'at markaziga aylandi. Mashhur ko'rgazma markazida o'tkazilgan masjid me'morchiligi va qurilish texnologiyalari ko'rgazmasida yuzlab mahalliy va xalqaro kompaniyalar ishtirok etdi. Ishlab chiqaruvchilar namoyish qilgan mahsulotlar yuqori sifatli masjid devor va shift bezaklari, zamonaviy minora va gumbaz yechimlari, akustik va yorug'lik tizimlari, xuddi shu bilan birga ekologik va toza innovatsion qurilish materiallari. Bu ko'rgazma masjid qurilishiga qiziquvchi me'morlar, muhandislar va sarmoyadorlar uchun betakror platforma bo'ldi. Texnologiya va an'analarning uyg'unligi bir joyda mujassam topdi. Islomiy me'morchilikning kelajagi shu yerda shakllanmoqda, Istanbulda.